Moskvada yurgan akalarga, musofirdek akalarga ko'p kishi savol beryaptiki, qaysi platformaga kirsam ma'qulroq? Hozirgi kunda Azon bilan Wildberries juda katta trend bo'lib ketdi-da. Hamma odamlar shuni ichida pul ishlayapti. O'shanga kommentariyni o'qib qoldim. Bir kishi savol berganki, Azonga kirsam ma'qulroqmi yoki Wildberriesga kirsam ma'qulroqmi? Qaysi biri menga vigidna bo'ladi hozirgi kunda deyapti. Shunga ozgina qisqacha ma'lumot berib o'ting aka. Xo'p, avvalambor barchaga assalomu alaykum. Do'stlar, Azonda o'ziga yarasha plyus taraflari bor, Wildberries o'ziga yarasha plyus taraflari bor hamda minus taraflari bor do'stlar. Ikkalasi ham yomon demayman. Ikkalasi ham juda ham zo'r platforma. Hozirgi kunda o'zlaring bilasizlar. Rossiya bo'ylab hamda 7 ta davlat bo'ylab juda ham trendda bo'lyapti. Tak, yaqin orada даже xitoyliklar ham bosib keladi. Mana O'zbekistonda bosib olishdi-ku deyarli. Konkretno Rossiyani ham o'sha marketplacelari bo'yicha bosib olishadi. O'shanga uspet qilib qolinglar do'stlar. Lekin yangi kelayotgan insonlarga, misol yangi boshlamoqchi bo'lgan tadbirkorlarga, marketplacelarda ichida biznes qiladigan tadbirkorlarga tavsiyam Azondan boshlang. Sabab Azonda magazin ochib tovaringizni sotish бесплатно. Magazin ochish bесплатно, но tovaringizga какой-то foiz oladi, смотря qanaqa tovarga kirasiz. Wildberriesga kirmoqchi bo'lsangiz, Wildberriesda magazin ochish platno. Agar sizda budjet juda ham katta bo'lmasa, deylik 500 ming atrofi bo'lsa, Azondan boshlab ko'ring. O'rganing, ishda ko'ring, ma'lumot o'g'irlang, ma'lumot oling, bilimingizni oshiring. Ana undan keyin уже boshqa marketplacelarga asta-sekinlik bilan kirib borsangiz bo'ladi. No, tavsiyam Azonda sababini aytdim. Xo'p, magazin ochish bесплатно. Bemalol ishingizni qilaverasiz do'stlar.